kelinlikka nomzod bor, yoshi 22 da va bo'yi 178 cm, biroz balandroq. Asli Jizzaxdan va 9-sinfdan beri Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Islom moliyasi va Islom banki sohasida ishlash niyatida, baland cho'qqilarni zabt etishni yaxshi ko'radi. Shunchaki cho'qqiga chiqish emas, qir adirlarda yurish emas, balkim cho'qqilarni zabt etish, alpinizm deydi bu narsani. 2 yildan beri Shavkat Hasan va Ikrom Sharif ustozlarning sahifasini kuzatib boradi. Bizda asosan oila mavzusi gapirilganligi uchun oilaga tayyorgarlik ko'rishni ancha oldin boshlab yuborganlar. Baxtiyor oila kitobini o'qib tugatgan va ko'pgina foyda olganman dedilar. Kuyovga talablar: bo'y baland bo'lsin, kamida 178-180 bo'lsin, ya'ni kelindan past bo'yli nomzodlar o'tmaydi va taqvodor, dinu diyonatli bo'lsa yaxshi bo'lar edi albatta. Toshkent shahrida turmushga chiqib qolish niyatida. Va bitta narsani aytaman, hurmatli yigitlar, agar aniq uylanish niyatinglar bo'lsa yoki bo'lmasam ota-onalar, amma xolalar mana shu kelinni, qizni kelin qilaman degan niyatingiz aniq, faqat jiddiy bo'lsagina murojaat qilinglar. Anketasini bizni yopiq Telegram kanalimizda olishinglar mumkin. Munosib juft bot mana bor, mana bu yerda ro'yxatdan o'tasizlar, 50 ming so'm to'lov qilinadi va nimani topishinglar mumkin bo'ladi. Anketada batafsil ma'lumotlar bor va kontakt bor. Kelin bilan bevosita bog'lanish mumkin bo'ladi. O'zim suhbatlashib chiqdim. Oila qurishga tayyor, fikrlari teran, nima xohlayotganligini biladi, aniq rejalari bor va shunchaki masalan kimdir uni boshini aylantirib yo'ldan urishligi juda ham qiyin masala. Shuning uchun bekorchilikdan bezovta qilmanglar, ovora bo'lmanglar. Aniq jiddiy niyatdagina munosib juft sifatida bu narsani baholashinglar mumkin bo'ladi. Undan tashqari biz bu kichkina yopiq guruhimizda kelin va kuyovlarni umuman oilaga tayyorlashlikka harakat qilamiz. Tavsiyalar berib boriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana shu yopiq hamjamiyatimizga, munosib juft deb nomlangan hamjamiyatga qo'shilib olinglar va agar siz men oila qurishga tayyorman desangiz, suhbatlashamiz va haqiqatdan tayyor bo'lsangiz, mas'uliyatni ola olsangiz, sizni anketangizni ham mana shu kabi chiqarib, munosib insonlarni qidirishlikka harakat qilamiz. Yaxshi insonlar ko'p, yaxshi qizlar, yaxshi kuyovlar. Endi bularni bir-biriga ro'baro qilib qo'yishimiz bizdan talab qilinyapti. Kimdadir qandaydir fikrlar bo'lsa, marhamat kommentariyada, faqat hate qilmanglar. Oldingi videoda juda ham negativ ko'payib ketdi.